Hozirda Yaponiyaning Hiroshima shahrida Balcom Motors kompaniyasida Tokiteginovni 2-darajasidagi mexanik bo'lib ishlayapman. Klientlar qabul qilinadi, advisor bilan gaplashiladi va ishni nima qilishligini tushiriladi va buni moshina misol uchun bu yerdan ovoz chiqgan ekan, yaxshilab tekshir deb turib mexaniklarga topshiraman. Birinchi 1 oy, 2 oy faqat ko'rib o'rganganmiz, keyin dars qilib, mana bo'ltimda qo'tiriladi degan narsani o'rganganmiz. Maqsadim pul emas edi, to'g'risi. Xarira qilishdi-da. Pulni o'ylamadim, to'g'risi. Yaponiyaga kelib, xotirjam deylik, mashinalarni ham ko'raman deb o'ylardim, ustaman deb. Kelib birinchi bergan savoli motor kim ixtiro qilgan, motor qanday ixtiro qilingan deb savol berdi. Ovozini eshitib tuzatishlarni qilardimi, lekin bunaqa ilmim yo'q edi. Moshina tuzatish jarayonida 3 marta tekshiruv bo'ladi. Moshina ichidagi ozgina bitta-ikkita boltlarni qotirish va undan keyin o'sha zapchast almash bo'lgandan keyin tekshiruv, o'sha moshinaning ishi tugab bo'lgandan keyin tekshiruv, eng oxirgi tekshiruv, ya'ni bu yerga olib kirib, buni tekshirib, keyin moshinani klientga qaytarib beriladi. Bitta usta hammasini tushunishi kerak. Ya'ni motori, hadoyi, elektrik qismi, sidenasi, ya'ni kuzovdan boshqa hamma narsani qilish kerak. Kelishdan oldin, ya'ni imkoniyat boricha o'qib turib kelgan yaxshi deb o'ylayman. Haqiqatan usta bo'lib, mexanik bo'lib yetishmoqchi bo'lgan inson kelib, Yaponiyaga kelib tajriba qilgani yaxshi deb o'ylayman.